Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamasdan, tuzimsizlar. Men ko'p videolarimda xatolik, misol uchun dubl qoqilish kerak 2 mm xatolik bilan ko'p joylarda e'tibor qilinmayotgan ekan, faqat marka deb belgilanib shu joyda qoqib olinglar deb ketaverar ekan ko'p joyda. Bu xato bo'ladi unaqa ishlanishda, gedis uchun. Ertaga zinalar har xil o'ynashi mumkin. Misol uchun mana bu stenamiz to'g'ri ketayotgan bo'lsa, undan so'ng bittasi kirib, bittasi chiqib yoki atqalanlar bo'lib chiqib ketishi ham mumkin. Endi bu albatta monolitga ham bog'liq, apolovkachilarga degan ma'noda aytayapman. Endi betonchilarga bog'liq baribir, to'g'ri quyilishi. Gedisga ham bog'liq, baribir beton olin tekshiriladi bu narsa, apolovkasi. Betondan keyin yana bitta tekshiriladi, so'ng qilib dokumentatsiya qilib chiqariladi. Xato bo'lsa, u stenasi buziladi, boshqa qo'yiladi. Endi ko'pchilik gedislar aytilayotgan ekan, orqada borayotgan eshitdim. Ya'ni meni istoriyamda kommentariyaga gapirilgani yo'q, no orqada borot deyiladi. Endi bilsangiz majoziy ma'noda. Ko'pchilik shubha qilayotgan ekan. Men sizga hozir ko'rsataman o'zim. Qarasanglar, hech qanaqa bitta o'q bilan ketgan. Mayli, mana bu sal uzoq yuramiz ozgina. Misol uchun, mayli shu mayli. Har bir stenani ko'ringlar bo'pti. Ko'rayotgan bo'lsangiz bitta o'q bilan chiqyapti. Bu ham shu eng qiziq ikkita dom orasidagi stena ko'rsatmoqchi. Mayli, men balkonning ichasini ham ko'rsataman. Mana bitta o'q. Mana ikkita stena haqiqiy nimani gapirib beradi deydi, mana. Bitta o'q bilan chiqyapti. Nimaga ochki taqadi? Odam shu tepaga qaragan paytda ochkiga musor tushmasligi uchun. O'shancha ob'yom kattaroq ochki taqaman. Albatta yarashgan holatda, yarashmasa ham taqib qo'ymaymiz. Shuning uchun gedislar ko'pchilik ochki taqadi, prorablar ko'pchilik ochki taqadi, chunki tepaga qaragan vaqtda musor tushganda ko'zni защищать qilish uchun. Kaska ochki taqish albatta kerak. Ko'pchilik prozrachniy ochki taqadi, oq ochki. Bu ham yaxshi. Endi quyosh, issiq kun baribir ochki taqgan yaxshi. Shuning uchun bu maqtanish uchun emas, o'zimni ko'zimni защищать uchun. Xo'las, mana shu qo'ylarga o'rni yo'q deb o'ylayman. Mana bu stenani ham bitta o'q bilan ketgan, tekis bo'lib. Xo'las, ish sifati albatta baribir monolitchikka birinchi o'rinda gedisga bog'liq. Chunki gedis har doim kontrolda olib borish kerak, to'g'ri ketish uchun. Oynalarmi, masalan, mana betondagi oynalar o'zi chiqish kerak. Boshqalar, xolos hamma narsa. Shu, ozgina puza bo'lishi mumkin. Misol uchun, nima deydi? Puza deganda tares tomoni, ozgina endi bilasiz-ku, ozgina qo'yib yuborsa, umuman shlifoq qilsa bo'ladi. Agar yetmay qolsa chatoq bo'ladi. Xudoga shukr, bizda unaqa narsa yo'q. Chunki har bir narsaga diqqat bilan erinmasdan qaraladi. Men charchamanglar, sog' bo'lasizlar.